Gusunitsali apparat qidirib yurgan akalarimiz uchun bugun agroservis do'konlarida har xil turdagi assortimentdagi gusunishli motobloklarimizni sizlarga qisqacha ma'lumotlari, narx-navolar va sifatlari haqida tanishtirib o'tamiz va video davomida ishlash jarayonlarini ham qo'yib ko'rsatib beramiz akalar. Endilikda agroservis do'konlarida e'tibor berishingiz mumkin. Benzinli, solarishli balonlari bor va undan tashqari ikkitadan setli variantlardan so'ragan akalarimiz uchun har xil turdagi assortimentlarni olib kelib qo'yganmiz. Endilikda kesalaring o'ylanishga hojat yo'q. Faqatgina mana shu variantini olamanmi degan akalarimiz uchun yo'q. Bizning do'konimizda har xil turdagi assortimentlardan chertib tanlab olsangiz bo'laveradi. Va undan tashqari gusunishlardan qolishmaydigan holatda 7 ot kuchli motobloklarimizni komplekt holda temir balon va chizillar bilan ham komplekt qilib beryapmiz akalar. Hozirgi kunda ko'pchilik akalarimiz so'rayapti, qator oralarga yurib ishlash uchun o'zi qanday motoblok olganim yaxshi degan akalarimizga biz har doim o'z mijozlarimizga gusunishli apparat tavsiya qilamiz. Nima uchun desiz? Gusunishli apparat qulaylik tomonlari e'tibor bering. Agarda siz mana shunday balonli variantdan oladigan bo'lsangiz, bemalol boshqarishingizda hop yerlaringizga yetib olish maqsadida ana shu balonlarni qo'yib ishlatishingiz ham mumkin. E'tibor bering. Bemalol yetalab yurishingiz mumkin. Joyda har xil tomonga buriladi. Bemalol yosh katta odamlar bo'ladimi, ayollar, undan tashqari yoshlar ham boshqarish imkoniyati bor bu gusunishli apparatni. Xo'p, bu gusunishli apparatda yana qanday qulayligi bor degan akalarimiz uchun e'tibor bering. Yeringiz ichiga yetib borganingizdan keyin faqatgina mana shu palisidan ikkita palis u tomondan bu tomonga chiqarasiz, baloningiz chiqib ketadi. Baloningiz chiqqanda bittagina o'qda turadi akalar. O'qimizni mana bitta ko'rsatib qo'yamiz. Ikkitagina xo'p, bolgakada qatirilgan shuni bolgakani estirib, agorotingiz ichiga tushib, bemalol ishlab ketishingiz ham mumkin. Xo'p, undan tashqari bu gusunishli apparatlarimizni hozirgi kunda aytib o'tganimdek ukajonim bizga qizimaydigan yaxshi variantlardan bo'lsin degan akalarimiz uchun xohlasangiz solarishli variantidan, xohlasangiz benzinli variantidan, xohlasangiz ikkitadan sevli qulayligi juda ham ko'p bo'lgan gusunishli apparatlarimizdan olib kelganmiz. Xo'p, bu gusunishli apparatlarimizni hozirgi kunda agroservis do'konlarida 7 ot kuchli variantlarini komplektlarga e'tibor bering. Nimalari bo'ladi degan akalar uchun komplektlarga hozirgi kunda chizillari e'tibor berishingiz mumkin. Chizillari, agatlari, bir korpusli Xitoy davlatining o'zida ishlab chiqarilgan agatlari, balonlari va pluglari bilan birga universalniy mana shunday ko'rinishdagi pluglari komplekt holatida atiga $850 dan qilib qo'ydik akalar. Xohlang solarishli varianti bo'ladi. Xohlang balonli varianti. Xohlasangiz bez balon mana shuncha agregati bilan xohlasangiz komplekt holati. Xohlaganlar uchun gusunishsani o'zi ham sotuvda bor. Narxini hech qanday qiziqmaganlar uchun narxlari hozirgi kunda $650 dan boshlab $850 gacha komplekt holatida olishlaringiz mumkin. Agarda gusunishsani o'zini oladigan bo'lsangiz ham narxlarni kelishilgan holatda qilib beramiz. Xo'p, bu gusunishli apparatimizni aytib o'tganda 7 ot kuchli bitta sepli variantini tanishtirib o'tdim. Xohlaganlar uchun ikkita sepli variantini qulayliklarini sizlarga tanishtirib o'tadigan bo'lsa, bu ikkita sepli bo'lganligini sababi orqasida mana shunday o'zini pluglari bo'ladi. Pluglarni taqqaningizda yerlarni ichida buksavat qilib qolmaydi akalar. Xo'p, burilishlarga ham juda ham qulay qilib buriladi akalar. E'tibor beringlar, rollari o'zi buriladigan 360 gacha va boshqarayotganingizda burilishlarda ikkitadan sepli bo'lganligi uchun burilishlarda qiynalmaysiz va undan tashqari orqasiga plugni taqqaningizda hech qanaqa buksavat olmasdan bemalol tortib ketaveradi. Xohlasangiz to'g'ri yeri bo'ladimi, yumshoq yeri bo'ladimi, farqi yo'q. Xohlagan yeringizga olib borib solishingiz ham mumkin. Bu gusunishli apparatimiz ham 7 ot kuchli variantidan bo'ladi. Xohlaganlar uchun benzinli va xohlaganlar uchun solarishli variantlaridan bor. Va qulayliklari tomonlama bitta seplidan farqli tomonlari e'tibor berishingiz mumkin. Komplektlariga hozirgi kunda frezalari bilan qo'shib beryapmiz. Bu kultivatsiyani qanday ishlatadi degan akalarimiz uchun 7 ot kuchli oddiy motobloklarimizda bo'lgani singari bunday frezalari bo'linadigan bo'ladi. Bo'linadigan frezalarda 50, 60, 70 agatlariga oralab tushib kultivatsiya qilishingiz mumkin. Faqatgina frezasi yordamida. Xohlaganlar uchun orqasiga mana 7 ot kuchli motoblogimizda agregat qo'yilgan. Mana shunday chizillarni qo'yib ishlatishlaringiz ham mumkin. Xo'p, endi akalar
Mana shuncha ma'lumotlarni berib boryapmiz. Ukam bizga asosiy ishlashini ko'rsatib berganligimiz uchun bitta qisqa videosini qo'yib ko'rsataman. Videoni oxirigacha kuzatib boradigan bo'lsangiz, keyin bonuslari va undan tashqari komplektdagi narsalarni ishlash jarayonlarini ko'rsatib beraman kerak. Bo'lmasa bitta videomizni ko'rib boramiz, keyin qolgan ma'lumotlarni berib boramiz kerak. Videomizni boshladik. Apparati eng qulay variant bo'lib turibdi bu joyida. Ko'rishingiz mumkin, gusilisi apparatini seplari 16 sm bo'ladi akalar. Sizni arig'ingiz ichiga qanday ekin bo'lishidan qat'iy nazar bemalol tushib, mana shunday ekinlaringizni zarar yetkazmasdan haydab kultivatsiya qilasizmi, ariq ochasizmi, barchasini qilishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin akalar, hozir mana ochib ketayotgan joyini mana akalar. Bemalol mana ekin o'sib bo'lgan. Lekin hozirda parvarish kerak ekinga. Shuning uchun mana akalar ishlash jarayonlarini ko'rib oling. Ishlashlariga gap bo'lishi mumkin emas. Faqatgina og'izda emas, ishlash jarayonlarida ham o'zimiz mehnat qilib olganmiz. Biz o Xitoyning videosini yoki-da boshqa tanish bilishlarning videosini qo'yib bormaymiz. O'zimiz texnikani olib kelganimizdan keyin odamlarga manfaati tegadimi, tegmaydimi, shuni o'zimiz oldin ishlatib ko'rsatib beramiz. Agarda o'zimizga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bemalol sizlarga ham maslahat beramiz. Xo'p, endi qisqacha ma'lumotlarni berib oladigan bo'lsa, e'tibor berishingiz mumkin. Yoqilib o'tirib benzin bo'lgan bu 7-6 kunlik gusilistali apparatimizni hozirgi kunda zavodnoyda yuradigan, e'tibor bering. Seplari 16 sm variantidan bo'ladi, seplari pechatli variantidan bo'ladi akalar. Ko'pchilik akalarimiz qayerdan olsam, qanaqasini olsam ekan deb o'ylanib yurgan akalar uchun bu gapimizdan sizga manfaatli, foydali yordam beradi. Sepli variantlarni oladigan bo'lsangiz, motoringizni xo'p kuch-quvvatiga qarab, reduktoringiz baquvvatligiga qarab seplari tez sinib ketib qolmaydi. Toshliq joylarda yurganingizda yoki undan qattiqroq joylarda yurganingizda. Reduktorlar o'zini zavodskiy yaxshi katta reduktorlardan qo'yib ishlangan. Aytib o'tganimdek, sepi yaxshilaridan, motorlari juda ham ekonomik, 170 motorlardan foydalanilgan. Soatiga nagruska holatda yarim litrdan 700 grammgacha rasvod qilib beradi. Motoblogimizda harakat olishi motor ishga tushgandan keyin через remen orqali e'tibor berishingiz mumkin. Pastki reduktorga harakat beradi va reduktorimiz harakat hosil qilib, sep ishlab beradi akalar. Balonning o'rniga sep harakatga keladi va bu degani 50, 60, 70 agentlaringiz orasida bemalol bir me'yorda ketish imkoniyati bo'ladi akalar. Xo'p, undan tashqari bu motoblogimizda rollarini universalni qilib olib kelganmiz. Universal rol nima degani? Xohlasangiz eng past xodga, xohlasangiz tepparoq, farqi yo'q, o'zingizga moslab ishlasangiz bo'laveradi. Bu joyda bezopasnost knopkalari, undan tashqari oldiga ikkita skor, orqaga bittadan skorlari va neytralni variantlari ham bo'ladi akalar. Komplektlariga hozirgi kunda aytib o'tganimda chizillari, ocharlari, balonlari, pluglari 4 xil agregati bilan 7 kuchli variantlarini $850 dan olib ketishingiz mumkin. Agarda mana shu videoga bitta like tugmasini bosadigan bo'lsangiz va kommentariyaga omad yozib qoldiradigan bo'lsangiz, kelganingizda hozir aytib o'tilgan narlarda yana ham tushib kelishtirib beraman. Bundan tashqari bonuslari bilan qilib beraman. Xo'p, endi salarishni variantini ham qisqacha ma'lumotini berib boramiz. Bu salarishni variantini ko'pchilik akalarimiz biladi. Ukajonim salarish va benzinlikda nima farqlari bor degan ekan. Farqi bo'lmaydi pasti, lekin motorlari 173 motor hisoblanadi salarishning variantlarida. Benzinli variantlarda esa 170 hisoblanadi. Motorda farqi shunda bo'ladi, faqat 7 kuchli bo'ladi ekologigi. Xo'p, bunday yurgizish joylari zavodnoyda yuradi, bemalol oldida dugalar bilan jihozlangan. Xo'p, e'tibor bering, yoqilib o'tirib salarga bo'lgandan keyin salarga bo'lganlari 3 litrli qilib ishlangan bularda. Bundan tashqari komplektlarda o'zini dokumentda kulishlari, xarakteristikalari, to'liq ma'lumotlari berib borilgan. Bundan tashqari reduktorlarda bunday ham yaxshilardan qo'yib ishlangan va seplari pechatli, har doimgidek eng sifatlilari. Va undan tashqari bu motoblogimizdan oldidan ikkita skor, orqaga bitta skorlari bor akalar. Xo'p,
Undan tashqari bu motoblogimiz ham hozirgi kunda komplektlariga aytib o'tgan barcha turdagi agregatlarimni qo'shib beraman va bonuslari bilan qilib beraman. Narxlari xohlang Solarisning, xohlang balonli, xohlang oddiy variantidan oling. 850 dollardan olib ketishingiz mumkin. Boshqa joylarda Solaris varianti qimmatroq, benzinligi arzonroq, bizda hammasi bir xil. Solarisning ham benzinligidan narxini olib ketishingiz mumkin. 850 dollardan. Komplektda shuncha narsasi bilan agarda arzisa akalar videoga bitta like tugmasini bosib, kommentariyada yozib qo'yinglar. Xo'p, undan tashqari ikkita sevimli variantini ham ma'lumotlarni berib olgan degan akalarimiz uchun aytib o'tganda bunda ham 7 ochikli motor qo'yilgan bo'ladi. Cheres rema orqali harakatga keladi. Bu motoblogimizda ham oldiga ikkita, orqaga bitta skorlari bor. Buni qulayligi shundaki, keyinchaligiga sepni olib turib, balonni qo'yib, aravalarni tortishdan ishlatishlaringiz mumkin. Yerlarda ichida yuk tashishda, lekin mana shunday seplardan foydalanib, yuklaringizni tortib olib ketsangiz bo'ladi. Orqasiga aravalarni ulagan holatda. Komplektga bunda frezalari, dokument kulishlari, pluklarini qo'shib beramiz va ikkitadan baravanlari bo'ladi. Hozirgi kunda bu motoblogimiz aynan siz uchun ikkita sevimli variantini qidirib yurganingiz uchun bu motoblogimizni sizga atiga 950 dollar qilib beramiz. Benzinli variantini, ikkita sevimli varianti, pluklari, frezalari, dokument kulishlari, hamma narsasi bilan 950 dollar. Xohlasangiz Solarisning variantidan ham bor. 173 motorli, frezali, plugli, ikkita sevimli original variantida bunimizning narxini siz uchun 1100 dollardan qilib beramiz. Xohlang Solarisning varianti, xohlang benzinli variant. Hammasidan bor kesalarning narxlarini hozir aytib o'tilgan narxlardan tushib kelishtirib beramiz. Xohlaganlar uchun ukajonim bular anchagina qimmatli qilyapti. Menga oddiy 7 ochikli motoblogga komplekt holati necha pul bo'ladi degan akalarimiz uchun bu komplekt holatini dollarga emas, so'mga aytaveramiz. 5,5 milliondan kelib xarid qilib olishingiz mumkin. Mana shu ko'rib turgan holatingiz va undan tashqari bonuslari, dokumenti, kulishlari, garantiyasi, undan ham tashqari komplektga frezalarigacha qo'shib beramiz. 5,5 milliondan olib ketishingiz mumkin. Xohlang Gusunishni apparatga hisobchi ekanmiz. Gusunishni apparatlarni ham aytib o'tilgan narxlardan kelishtirib tushib beramiz ekan. Xo'p, undan tashqari bonuslar bilan qilib beramiz dedik. Bonuslarni olish uchun videoga like tugmasini bosib, kommentariyaga omad yozib qolganingiz uchun, bizning mehnatimizni qo'llab-quvvatlab, qadrlaganingiz uchun kelib mana shu omadli bayramlarni aylantirasiz. Aylantirganingizda nimaki sovg'a tushishidan qat'iy nazar, jamiki sovg'alar bor shu yerda. Nima sovg'a tushishidan qat'iy nazar sizga birini tekinga berib yuboramiz. Misol uchun mana shu ko'rib turgan shurpayor nabori sizga tekinga atrofda 350 ming, 400 ming sotiladi. Sizda 100% yangi mahsulotlar shuni kelasiz, korobkadan ochasiz, ochilgan holatida shuni ishlatamiz, yangi holatda ishlaydi sizga beramiz. Shu joyda ko'rib turgan aytib o'tganimdek 100 qo'ldan oshiq sovrinlardan birini sizga tekinga berib yuboramiz. Faqatgina bizni qo'llab-quvvatlab, like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Manzilni so'ragan akalarimiz uchun manzilimiz Farg'ona shahar avval qishlog'i Agroservis do'koni. Qishloq xo'jaligi texnikalarini optim baza skillar narxida xarid qilib olaman degan akalarimiz. Pastdagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Jonlaringiz sog' bo'lsin, keyingi videolarda ko'rishguncha.